Hurmatli yurtdoshlar, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 5-apreldagi 113-sonli qaroriga muvofiq ijtimoiy himoya yagona reyestrga kiritilgan fuqarolarni manzilli qo'llab-quvvatlash, aholi turmush darajasini yanada yaxshilash hamda ijtimoiy adolat tamoyillarini ta'minlash maqsadida muhim imtiyozlar joriy etilgan. Xususan, 2024-yil 1-yanvardan boshlab chakana savdo, umumiy ovqatlanish va aholiga maishiy xizmat ko'rsatish obyektlarida amalga oshirilgan xaridlar bo'yicha 9 turdagi ijtimoiy ahamiyatga ega mahsulotlar, go'sht mahsulotlari, tuxum, un, shakar, dori vositalari hamda tibbiy xizmatlari uchun avvalgi 1% keshbek o'rniga xarid summasida to'langan qo'shilgan qiymat solig'i to'liq qaytarib berilishi belgilandi. So'nggi yillarda mamlakatimizda raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish, savdo va xizmat ko'rsatish sohasini zamonaviylashtirish bo'yicha keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Naqdsiz to'lovlar ulushining ortishi, onlayn kassa tizimlarining joriy etilishi va fiskal cheklar tizimining takomillashtirilishi aholi uchun yangi qulaylik va imkoniyatlarni yaratmoqda. Ayniqsa, keshbek tizimi fuqarolarni rasmiy chek talab qilishga rag'batlantirib, mamlakatimizda soliq intizomini mustahkamlash, yashirin iqtisodiyot ulushini qisqartirish va tadbirkorlik faoliyati shaffofligini ta'minlashda muhim mexanizm sifatida xizmat qilmoqda. Bu orqali tadbirkorlik subyektlarining rasmiy savdo tushumlari ortib bormoqda, iqtisodiy munosabatlarda ochiqlik va adolat ta'minlanmoqda. Eng muhimi, jamiyatimizda soliq madaniyati va fuqarolik mas'uliyati shakllanmoqda. Biroq, afsuski, ayrim shaxslar mazkur tizimdan noqonuniy maqsadlarda foydalanishga urinish holatlari ham kuzatilmoqda. Xususan, ijtimoiy tarmoqlarda soxta cheklarni tarqatish, ularni ma'lum haq evaziga sotish va boshqa shaxslarga taqdim etish bilan bog'liq qonun buzilish holatlari aniqlanmoqda. Bunday harakatlar davlat byudjet mablag'larini talon-taroj qilishga urinish bo'lib, amaldagi qonunchilikka muvofiq javobgarlikka sabab bo'ladi. Shu munosabat bilan barcha fuqarolardan quyidagilarga qat'iy amal qilish so'raladi. Soliq mobil ilovasiga faqat shaxsan o'zingiz amalga oshirgan xaridlar bo'yicha berilgan haqiqiy fiskal cheklarni ro'yxatdan o'tkazing. Boshqa shaxslar tomonidan taqdim etilgan yoki soxtaligi shubha uyg'otuvchi cheklardan foydalanmang. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqatilayotgan soxta chek savdosi holatlariga befarq bo'lmang. Agar siz ushbu yo'nalishdagi qonun buzilish holatlariga duch kelsangiz, soliq organlarining compliance va korrupsiyaga qarshi kurashish bo'linmalari hamda hududiy soliq organlariga belgilangan tartibda murojaat qilishingiz mumkin. Aziz yurtdoshlar, har bir rasmiy chek bu nafaqat keshbek, balki qonuniylik, shaffoflik va davlat taraqqiyotiga qo'shilgan hissadir. Keling, birgalikda halol iqtisodiyot va yuksak soliq madaniyatini shakllantiraylik. E'tiboringiz uchun rahmat.